bruschatka terilgan. Ko'rib turibsizlar, ikki xil rangda bo'lib turibdi. Bu tomoni o'sha o'zini asl holida turibdi. Mana bu tomoni esa rangi xiralashib, o'chib ketgan. Yana gapimiz isbotiga bu yerga aksiya shirasi qo'yilgan ekan. Bu tomoni hech narsa bo'lgani yo'q. Mana bu tomoni ko'rib turibsizlar, rangi o'chib, bunaqangi ko'chib ketyapti. Buni sababi nima deganlarga, bu tomondan o'sha shamol, yomg'ir tekkan, narigi tomoniga mana soya tagida turibdi, hech narsa bo'lgani. Ya'ni nima demoqchimiz? Agarda sizlar ham shunaqangi naves qildirmoqchi bo'lsangiz, qadrdonlar, gapimiz isbotiga xo'sh, remontlaringiz uzoq muddat xizmat qiladi. Undan tashqari o'sha burchakkalar ham rangi o'chmaydi. Uyi egasi, ya'ni xonadon egasi ayol kishi bo'lgan bo'lsa tozalab zerikmaydi. Kimga shunaqangi shumkalanamiz, leksalanamiz xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqingizlar, ko'rib turibsiz, Farg'onani Bog'dodni mustaqillarimiz Farg'ona shahriga chiroyli qilishib, hibridnaveslar nima o'tkazishdi. Videomizni boshida bitta layk bosib, tanish bilishlarga jo'natib qo'ysalar, biz esa narini olib reklama qilamiz. Assalomu alaykum. Siz chaqiryapsizmi? Ko'rib turibsiz, xudo xolasa yerda Fayzning xonadonni chiroyli qilib navesini qo'yibdilar aka. Xo'sh, bu yerda birinchi o'rinda razmerlarni aytib ketaylik. Razmeri aytmoqchi ko'rib 7 metrga 14 metr bo'ldi. 7 metrga 14 metr. Gibrid navesinda. Oybek tomoni bu 3 metrga 20 metr bo'ldi. 3 metrga 20 metr. Общий kvadrat qancha bo'ladi shunda? 98 kvadrat bo'ladi. 60 ga 98 kvadrat. 128 kvadrat joy mana necha kun so'rashadi? 4 kun ustanovka bo'ldi. 4 kun ustanovka bo'ldi. Fakat hamma zakatovka ustaxonada bo'ldi. Shundaymi? Ha, zakatovka ustaxonada bo'lgan. 4 kun ustanovka chiqib ketdi. 4 kun ustanovka. Hoy, zo'r. Endi bularimiz materiallarni aytib ketdik, ustaka. Masalan, stoykalar 8 ga 8 bo'lgan. Bu 7 ta bo'lgan. Bu 7 ta. Ha. Bolalar 4 ga 4 bo'lgan. Real stena bo'lgan. Aha. Firmalar 4 ga 2 bo'lgan. Real stena. Rekalarimiz. Rekasi 3 ga 2, 1 2 stena bo'lgan. Buni o'rtasi mana yashil ko'pni yashilni turgan bu Lexana. Lexana. Ikkala chekkasi? Ikkala chekkasi shumkali endi, shumka reklama qilamiz. Aha. Nimasini aytib ketaylik? Nima tashlangan? Qani, ochkom turgan oq qani tashladi. Ichiga palga qo'yilgan. Endi o'tirtini yopildi. Ha. Ya'ni o'sha qalin yopiladi. Qalin proxmasida tushunadi. Nima deydi? Yomg'ir, quyoshning nuri tunga. Bu endi to'yxona ekanda. Yo'q, o'tmaydi. O'tmaydi, ya'ni Qorani shu. Tushgani, undan tashqari quyoshni issiq pastga o'tmaydi. O'tmaydi, 100% o'tmaydi. Misol to'liq leksan bo'ladigan bo'lsa, ko'p joylar endi boshqa qo'ydik. O'tyapti, o'tkaziryapti, ma'lumotlarni sir qilyapti deb aytyapti. Endi biz ham endi bilyapmiz. Son unaqa gibrid bo'ladigan bo'lsa, lekin harorat o'tachilik salqin bo'ladi yoz kunida. Tushunarli. Mana o'rtaga qo'ygan leksanamiz masalan biz sharoitda necha yil berilgan? 5 yildan 21 yilga garantiya beryapti. Uni garantiyasini biz bermaymiz. Ha, endi zavod beryapti. Zavod beryapti. Zavod o'sha 15 yildan 20 yilgacha garantiya beryapti. Tushunarli. Endi usta garajning bittasida ketyaptigan material, ustanovkasi, ham yo'q, bir kvadrat ichi. 350 ming so'm. Bundan qayergacha bo'ladi? Toshkentga bo'ladi. Mabodo tomonlar. Boshqa tomonlarga bo'lsa 1 million 1,5 million pul qo'shilib qoladi summaga. Yo'l kirasi. Yo'l kirasi. Yo'l kirasi. Narx o'zgarmaydi, faqat yo'l kirasi bo'ladi. Tushunarli. Endi unda masalan, men hamma joyini shu qanaqa qilib deydigan bo'lsam, bir kvadrat qanchadan 300 ming so'm bo'ladi. Aha. Agarda yo'l nimasini ekstralar bermasa, shu holat bo'lsa, to'laymiz. Agarda bank to'lovlarga to'laydigan oyoqlari hamma joyda shu kadar bo'lsa 300 ming so'mdan boshlanadi, ba'zida bo'ladigan bo'lsa 400 ming so'mdan boshlanadi. Bu yo'q 550 ming so'mgacha. 550 ming so'mgacha. Mana masalan, Alexa bu so'rqa, mana shu so'rqa bilan uni tarnosini qo'yib berasizlarmi yoki bu alohida bo'ladi?